Assalomu alaykum hurmatli kanalimiz a'zolari. Mana hozir yana Namangan shahar Yashil dehqon bozoridagi gilamlar yoniga keldik akayoqlarga. Assalomu alaykum. Aka yaxshimisiz? Sizsiz? Xo'p, qanaqa gilamlar bor yana aksiyada? Hop aka, 2 ga 3 lo'rimiz aka. Mangoliyamiz bor aka. Hop, bularni 500 ming qilib beramiz. Misr 2 ga 3 aka 500 ming. Tabriz gilamimiz bor 500 ming qilib beramiz oxir aka 2 ga 3. Endi qarang aka, hali odamlar aytishyapti, yo'q narx ekan deyishyapti. Aka qarang. Hop 250 ming, 250 ming, 300 ming, 250 ming. Hop, men 250 ming faqatgina yerga ali bosilgan aka, oyog'iga yerga qo'yilgan aka. Xiva, toza shers bular aka. Bo'ladigan narx aka, ali yo'q narx aka. Qancha narx ishgan bo'lsa, divoldagilar aka 500 ming so'm bular oxirgi narxi aka. 500 ming so'm. Ha, taqalgan aka. Telefon qilishyapti. Ba'zi aka 2 ga 3 rossiyskiy qoloslar aka. Jupi 500 ming so'm. Jupi 500 ming so'm. Aha. Mana aka 300 mingdan aka. 300 ming kami bor aka. 300 mingdan kami bor aka. Ba'zi yangilarimiz aka, ha. Ba'zi yangi daroshkalar. Hop, baqa o'tali aka. Ba'zi aka endi 1 metrlik xivaniki aka. Hop. 70 ming qilib beramiz oxiri. 120 lik ham 70 ming qilib beramiz aka. Bunaqa gilamchalarimiz bor 1.5 ga 2 aka, ha. Bular 200 ming qilib beramiz. Daroshkalar bor 4 metr xivaniki aka. Bularni 100 mingdan qilib beramiz. Buni metri 100 ming so'mda-la. Hali toza sher. Hop, mana yerda 2 ga 5imiz bor aka. Xiva karpetimiz bor aka. Hop, buni ham aka 700 ming qilib beramiz. Oxiri taqalgani 700 ming. Kami yo'q. 700 ming so'm. Endi ba'da katta razmerga o'tali aka. Hop. Hop. 3 ga 4 aka mana. 3 ga 4. Nech pulga bo'ladi? Pechati bilan turib 82-yil aka. 82-yil. Ha, pechat aka bular hammasi aka. 1.5 million. 1.5 million so'm. Mana yerda pechat poloslarimiz bor aka. Bunisi nech pulga? 600 ming qilib beramiz. Bu nechiga nechi bu? 3 ga 4. 3 ga 4. Mana yerda 280 ga xiva karpetimiz bor, to'rimiz bor. Hop, buni 1 million 200 qilib beramiz. Hop, mana yerda 3 ga 4imiz bor aka, 1.5 million. 1 million 200 qilib beramiz. 3 ga 4lar narxini aka. 1 million 200 ming so'm. Ha. Mana yerda 1 millionlik yangisi ham bor aka, ishlamagan. Yangi gilam ekan, 1 million. million. Absolutni ishlamagan aka. Mana yerda 3 ga 5imiz bor aka, qarang. 3 ga 5 вообще qulay aka. 1 million qilib beramiz. 1 million so'm ekan mana. Gilam zo'r holatda mana, yangi gilam mana. Toza. Buni ham 1 million qilib beramiz. 3 ga 5 aka. Buni 1.4 qilib beramiz. Pechat bular. Вообще absolutni ishlamagan aka bular. Buni 1.4 qilib beramiz aka. Buni 1.5 qilib beramiz. Buni 1 million 800 qilib beramiz aka. Bu joydan so'rab ko'rishadi. Absolutni ishlamagan. Mana yerda xiva karpetimiz bor aka. Xiva karpet. Nech pul ekan bunisi? Aka buni 1.5 milliondan oz-moz kam. 1.5 million so'mdan oz-moz kami bor. Hadi turga 6, turga 5, uyma gullar bor aka. Mana gul turga 6miz bor aka. Ba'zi rossiyskiy poloslar aka, daroshkalar aka, bunaqa 3 metr aka 150 ming so'm. 3 metr 150 ming so'm. Hop, mana xivamizniki bor 80 mingdan qilib beramiz metrini. Endi 1 metrni aka. Xiva shers. Xo'p, qanaqangi gilamlar kerak bo'lsa, mana shu akaga bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Xo'p, telefon raqami nechi edi? 94lik aka. 94lik 603 603 56 46 aka. 56 46 aka, Namangan. Ha, Namangan shahar Yashil dehqon bozorida bemalol mana shu akaga aloqaga chiqib olaverasizlar. Qanaqangi gilamlar kerak bo'ladigan bo'lsa, o'sha akaga aloqaga chiqaverasizlar.